Davom etamiz. Mamlakatimizda aholini sifatli ichimlik suvi bilan barqaror ta'minlash, kommunal infratuzilmani zamon talablari asosida rivojlantirish hamda suv resurslaridan samarali foydalanish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida izchil amalga oshirilmoqda. Prezidentimiz tomonidan qabul qilingan farmon sohani tubdan modernizatsiya qilish, zamonaviy boshqaruv mexanizmlarini joriy etish va aholi uchun sifatli xizmatlar qamrovini kengaytirishga qaratilgan. Ushbu muhim hujjat mazmuni va unda belgilangan ustuvor vazifalar haqida keyingi lavhamizda. Tiriklik manbai, u inson salomatligi, xalq farovonligi va mamlakat taraqqiyotining eng muhim omillaridan biridir. Toza ichimlik suvi har bir xonadonga yetib borishi, uning sifati va uzluksizligi ta'minlanishi aholi turmush darajasini belgilaydigan asosiy mezonlardan sanaladi. Shu bois mamlakatimizda suv resurslarini asrash, ichimlik suvi ta'minoti tizimini modernizatsiya qilish, mavjud tarmoqlarni yangilash va sohaga zamonaviy texnologiyalarni joriy etishga alohida e'tibor qaratilmoqda. 20-iyul kuni Prezident Shavkat Mirziyoyev ichimlik va oqova suv xizmatlarini yanada yaxshilash chora-tadbirlari yuzasidan taqdimot bilan tanishdi. Taqdimotda ichimlik suv ta'minoti va oqova suv tizimini hududlar kesimida rivojlantirish yuzasidan bir qator vazifalar belgilab berildi. Qo'yilgan vazifalar ijrosini ta'minlash maqsadida davlatimiz rahbarining ichimlik suvi ta'minoti va oqova suv tizimini yanada yaxshilashga qaratilgan qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi farmoni qabul qilindi. Bu farmon mohiyati shunday iboratki, sohada korporativ boshqaruv tizimini tubdan yaxshilash, raqamlashtirish darajasini oshirish orqali samarali tizimga aylantirish erishiladi. Farmonni muhim jihati shundaki, muhtaram prezidentimiz tomonidan sohada yaqin kelajakda qilishimiz kerak bo'lgan ishlarni aniq mexanizmlarini belgilab berdilar. Hammamiz bilamiz, muhtaram prezidentimiz tomonidan sohaga katta e'tibor qaratildi. Va bu e'tiborlar natijasida sohada juda katta o'zgarishlar ro'y berdi. Buning natijasida 42 ming kilometrga yaqin quvur tarmoqlar yangilandi. Bu farmon bilan muhtaram yurtboshimiz sohada yana bir qancha muammolarni yechib berdilar. Ushbu hujjatda 2026-2027 yillarda ichimlik suvi ta'minoti va oqova suv tizimini hududlar kesimida rivojlantirishning asosiy maqsadlari aks ettirilgan. Xususan 5,1 ming kilometr ichimlik suv tarmog'i va 245 ta ichimlik suvi inshooti hamda 1,1 ming kilometr oqova suv tarmog'i, 81 ta oqova suv inshooti foydalanishga topshiriladi. Ya'ni yangi infratuzilma obyektlarini ishga tushirish orqali suv ta'minoti tizimi barqarorligi ta'minlanadi. Sanitariya epidemiologik xavfsizlik mustahkamlanadi va aholining turmush darajasi yaxshilanadi. Mamlakatimizda ichimlik suv ta'minoti 84,8% ga hamda oqova suv xizmatlari bo'yicha qamrov darajasi 23% ga, shaharlarda esa 76% ga yetkaziladi. Aholining sifatli kommunal xizmatlardan foydalanish imkoniyatlari ortib, atrof muhit muhofazasi mustahkamlanadi. Hududlarning kompleks ijtimoiy iqtisodiy rivojlanishiga zamin yaratiladi. Ichimlik suvi ishlab chiqarish inshootlari va magistral tarmoqlarning ulanish nuqtalariga 4,8 mingta suv hisoblash uskunalari o'rnatiladi. Suv yo'qotishlari sezilarli darajada qisqartirilib, noqonuniy ulanishlar bartaraf etiladi. Buning natijasida suv hajmini aniq hisobga olish tizimi yo'lga qo'yiladi. Shu bilan birga respublika bo'yicha 215 mingta suv hisoblash uskunalari o'rnatish orqali hisoblagich bilan ta'minlanganlik darajasi 91% ga yetkaziladi. Resurs sarfi yuqori bo'lgan 1,9 mingta nasos uskunalari energiya tejamkor uskunalarga almashtiriladi. Farmonda belgilangan yana bir yangi islohot respublikaning 10 ta hududida ichimlik suv ta'minoti va oqova suv tizimlarini qurish va boshqarishga xususiy sektorni jalb qilish ko'zda tutilmoqda. Zamonaviy boshqaruv tizimini joriy qilish, korxonalarni moliyaviy sog'lomlashtirish orqali transformatsiya jarayonlarini jadallashtirish, shaffof va raqamlashtirilgan boshqaruv mexanizmlarini joriy etish ham asosiy maqsadlarga kiritilgan. Sohani raqamlashtirish doirasida Osiyo taraqqiyot banki bilan amalga oshirilayotgan yirik loyihamizni tezlashtirish bo'yicha farmonda choralar belgilandi. Shu paytgacha suv ta'minoti aksiyadorlik jamiyati tizimida joriy qilingan turli xil dasturlar bor. Hammasini respublika bo'yicha yagona platformaga keltirish, ya'ni big dataga keltirib, unga o'sha ERP sistemalarini joriy qilgan holda markazlashgan tartibda
boshqarish va monitoring qilish tizimini joriy qilamiz. Hududlarda o'zimlik dispetcherlik markazlari tashkil qilinadiki, bu avvalambor ishlab chiqarishdan boshlab yetkazib berishgacha bo'lgan jarayonni to'liq monitoring qilish imkonini beradi. Buning natijasida biz albatta suv yo'qotishlarni, noqonuniy ulamalarni, qolaversa o'sha avariyalarni oldindan bartaraf qilishni mo'ljallaganmiz. Buning uchun 80 ming kilometr tarmoqlarimizga axborot tizimlari bilan qoplash, 2800 ta telemetriya tizimlarini o'rnatish, 5000 ga yaqin magistral va yirik inshootlarimizda va tarqatma nuqtalarimizda hisoblagichlarni o'rnatish ko'zda tutilgan. Hududiy suv ta'minoti korxonalari tomonidan mahallalar va ko'chalardagi 232.914 ta umumiy kranlari ichimlik suvi endi uy xo'jaligigacha olib kiriladi. Har bir xonadon suv quvuriga ulanib suv hisoblash uskunalari bilan ta'minlanadi. Men shu mahallaga 96-yil kelin bo'lib tushganman. Suvlarni 150-200 metrdan toshib olib kelib ichar edik. O'zimiz toshir edik ayol boshimiz bilan. Bolalarimiz yozdi yoz demasaydi, kundi kun demasaydi. Chunki suv kerak ro'zg'orga. Suv bo'lmasa ro'zg'orga hech narsa qila olmaysiz. Prezident farmonini eshitdik. Suv o'tkazib berilyapti. Xursandmiz. Prezidentimizga ming rahmat. Shular biz orzu havas qilgan edik. Mana orzu havasimizga yetishdik. Farmonga binoan 2026-yil 1-sentyabrdan boshlab o'z suv ta'minot aksiyadorlik jamiyatiga foydalanish uchun topshiriladigan barcha ichimlik suvi va oqova suv infratuzilmasini rivojlantirish loyihalari dasturlarning amalga oshirilishini monitoring qilish va manzilli ro'yxatlarni kelishishning avtomatlashtirilgan axborot tizimi elektron platformasida aks ettiriladi. Muhtaram Yurtboshimiz tomonidan tasdiqlangan mazkur farmonda bir qator muammolar o'z yechimini topdi. Shu bilan birga oldimizga qo'ygan vazifalarni yanada jadal suratda amalga oshirish bo'yicha ham bir qator vazifalar yuklatildi. Bugungi kungacha suv inshootlarimiz, oqova suv obyektlarimizni yer bilan bog'liq muammolari va ularni kadastr hujjatlarini rasmiylashtirish bilan bog'liq muammolar saqlanib qolayotgan edi. Farmonda ushbu muammolarga yechim topgan holda ularni kadastr hujjatlarini rasmiylashtirish, yer toifalariga aniqlik kiritish, bundan tashqari o'sha ijarada faoliyat yuritayotgan tuman suv ta'minoti tashkilotlarini bo'sh binolar bilan ta'minlash kabi muammolar o'z yechimini topdi. 2026-yil 1-oktyabrga qadar Tog' kon va geologiya vazirligi tomonidan yer osti suvlarining holati, sathi, suv chiqish debeti, minerallashuvi va umumiy qattiqligi to'g'risidagi ma'lumotlar elektron platformaga integratsiya qilinadi. 2017 Qoraqalpog'iston Respublikasida ichimlik suvмен ta'minlash darajasi 58% qurgan bo'lатын болса, bugungi kun kelib 75% quraydi. Kanalizatsiyaмен ta'minlash darajasi 2017 yılı 1,3% qurgan bo'lатын болса, hozirgi kunda 5,6% quraydi. Hurmatli prezidentimizning bergan topshirmalaridan keyin 145 million dollarlik 6 rayonda ichimlik suvмен ta'minlash darajasi жақсылау бойынша жұмыстар алып барылмақта. Рахмет, hurmatli prezidentimiz тағы мәртебе 78 million dollar hesabından Nöks қаласы, Көжелі районынан Тақадаш районларында канализация тармақтарын жаңадан құру һәм реконструкция құру жұмыстары башланды. Бұл жұмыстар біткеннен кейін мінекей канализациямен тәмінлеу дәрежеміз мінекей әзірге 5,6%-дан 8,7%-ға жеткеріледі. Hurmatli президентіміздің тағы қолдау қуатлау дәрежесінде елде Qoraqalpog'iston Respublikasына 75%-дан сумен тәмінлеу дәрежесін көтеру мәселесінде мағлұмат беруге таярмыз деп айтты. Азия инвестиция банкі есебінен мінекей Qoraqalpog'iston Respublikасы 203 million dollar маблағ ажырататын болып отырыпты. Бұл маблағлардың есебінен 10 районда канализация һәм 6 районда ichimlik suмен тәмінлеу дәрежесі davom etadi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmoni mamlakatimizning kommunal sohasini yangi bosqichga olib chiquvchi strategik ahamiyatga ega hujjat hisoblanadi. Bu farmon orqali 2026-yil, 2028-yillarda ichimlik suvi va kanalizatsiya tizimlarini modernizatsiya qilish, sohani raqamlashtirish, infratuzilmani kengaytirish hamda boshqaruv samaradorligini oshirish bo'yicha mutlaqo yangi yondashuvlar belgilandi. Farmonning eng muhim vazifalaridan biri ichimlik suvini to'g'ridan-to'g'ri aholi xonadonlarigacha yetkazish hisoblanadi. Shu maqsadda 2028-yil yakuniga qadar viloyatimizdagi 7911 ta xonadonlarga ichimlik suv tarmoqlari bevosita uy xo'jaligigacha kiritiladi. Bu ko'rsatkich ortida minglab oilalarning turmush sharoitini yaxshilash, xotin-qizlar va yoshlarning mehnatini yengillashtirish, eng muhimi aholi salomatligini mustahkamlashga muhim ijtimoiy vazifalar turibdi. Muhtaram prezidentimiz bugungi bir eng dolzarb masalalardan biri bo'lgan ichimlik suv muammosiga ijobiy yechimlarni qilayotganligi bizani behad xursand qiladi. Nega? Muhtaram prezident
2017 yil 3-mart kuni 28-18 qaror bilan Qibray, Toshkent, Zangata tumanlariga 148,3 million dollar ajratib, mana shu tumanning aholisini to'liq suv ichimligi bilan ta'minlash masalasi bo'yicha Osiyo taraqqiyot bankining loyihasi imzolandi. Bu Toshkent tumani uchun nihoyatda quvonchli sovg'a. Bugungi kunda tumanimizda qurilgan 8 ta suv inshootidan 7 tasi mukammal ishga tushirildi. Ya'ni katta bir chora-tadbirlarni imzo qo'yib berdilarki, respublikamizdagi eng og'ir hududlarda ichimlik suv muammosi yechimi ijobiy hal qilinadi. Buning uchun biz prezidentimizdan minnatdormiz. Shu 79-yilda shu yerga kelin bo'lib kelgan bo'lsam, suvni ariqdan ot aravalarda, eshaklarda tashib keltirardik. Orzu qilganman shunday kunlar kelishini. Muhtaram prezidentimizning donolarcha olib borayotgan siyosatlari va sa'y harakatlari bilan bizga yaqindagina Zomin, Uchtom, Sirg'ali yo'nalishidagi yangi suv loyihasidan kelib tushgan ichimlik suvini biz mamnuniyat bilan qabul qildik. Unutilmas kunlar bo'ldi-da. Yurtboshimizni mana har bitta mahallaga, har bitta hududga, har bitta tuman, viloyatlarga alohida e'tibor bilan kirib borishi va xalqni roziligi yo'ldagi bugungi ishlarida qoyil qolsa bo'ladi. Xalqimiz mamnuniyat bilan tinch, farovon zamonda yashayapmiz. Iftixor mahalla aholisi nomidan katta rahmat aytaman. Saylovchilarimiz bilan uchrashganda, fuqarolarimiz bilan uchrashganda toza ichimlik suvidan foydalanu, ta'minlash bo'yicha, undan tashqari suv aqaba suvlarni qayta ishlash bo'yicha juda ko'p murojaatlar bo'ladigan edi. Mana o'tgan yili hammamizdan xabarimiz bor, Nukus qalasida suv tozalash inshooti to'liq rekonstruksiyadan chiqarildi. Ham so'ning hisobidan Nukus qalasi ham Qoraqalpog'istonning arxa rayonlarning hammasi toza sifatli ichimlik suvidan ta'minlandi. Farmonda yana aqaba suvlarni qayta ishlash bo'yicha Nukus, Qo'jeli, Taxetash, Qo'ng'rat ham Shimboy aqaba suv tarmoqlarini tartib bo'yicha bu yerda tavsirmalar bo'lyapti. Albatta, bularni yana suv aqaba suv tarmoqlarini tartib, rekonstruksiyadan chiqarib inshootlarni bu bo'yicha hozirgi kunda Nukus qalasida, Qo'jeli, Taxetash rayonlarida bugungi kunda hozir жұмыстар boshlab yuborildi. Biz buning uchun hurmatli prezidentimizga saylovchilarimizning atidan, xalqimizning atidan minnatdorchilik bildiramiz. Ushbu farmonda belgilangan yana bir muhim vazifa endi avtomobil yo'llarini qurish va ta'mirlash ishlarini boshlashdan avval ushbu yo'l ostida joylashgan muhandislik kommunikatsiya infratuzilmasi zarur hollarda ularni rekonstruksiya qilish yoki ko'chirish ishlari ham inobatga olinadi. Mazkur kiritilayotgan tartib orqali avval suv quvurlarini ko'chirish yoki almashtirish masalasi hal etilib, so'ng yo'l qoplamalarini yotqizish ishlari olib boriladi. Olis aholi punktlarini ichimlik suvi bilan ta'minlash bilan bir qatorda dastlab 68 ta yirik shaharlar va urbanizatsiya darajasi yuqori bo'lgan tumanlarda ichimlik va oqova suv tizimlarini rivojlantirishga ustuvorlik beriladi. Muhtaram prezidentimizning ichimlik suv ta'minotini yanada yaxshilash bo'yicha qabul qilingan farmoni ayni muddao bo'ldi. Ya'ni ichimlik va oqova suv tizimlarini ishlab chiqarishda va yetkazib berishda asosan viloyatlarga topshiriq bo'ldi. Tannarxni kamaytirish bo'yicha ya'ni ishlab chiqarish jarayonida ko'p xarajatlar elektr energiya uchun sarflanardi. Bugungi kunda mazkur inshootlarning quvvatidan kelib chiqib, quyosh panellarini qayta tiklanuvchi energiya manbalarini qo'yishni belgilab oldilar. Bugungi kunda Sirdaryo viloyatining ichimlik suvi bilan ta'minlanish darajasi 88,4% ni tashkil etsa, kanalizatsiya xizmatlari bilan ta'minlanish darajasi 16,4% ni tashkil etadi. Bu 10 yil oldingi holat bilan solishtirilganda 50% ham bo'lmagan 10 yil oldin. Muhtaram prezidentimizning ajratgan mablag'lari, chiqargan qarorlarning evaziga mana bugungi kunda deyarli 90% ga yetib bordik. Farmondan sohaga doir ko'plab o'zgarishlar o'rin olgan. Jumladan 2027-yil 1-yanvardan boshlab tarif siyosatini takomillashtirish maqsadida ichimlik suvi ta'minoti va oqova suv xizmatlari tariflarini tasdiqlash vakolati Vazirlar Mahkamasi huzuridagi idoralararo tarif komissiyasiga o'tkaziladi. Har yili mart oyida suvni tejash oyligi o'tkaziladi va suvni qadrlash madaniyatini keng targ'ib qilish chora-tadbirlari amalga oshiriladi. Yaxshi eslayman, qishlog'imizdan oqib o'tadigan bir ariq bo'lar, shu ariqdan 4-5 xonadan o'rtada bir havuz kavlab, mana shu suvni to'plab tinitib ichar edik. Unday suvlarda ichish oqibatda albatta ko'plab yuqumli kasalliklar avj olar edi. Hurmatli prezidentimiz bu jiddiy muammoning tag tubi bilan yo'qotilishiga katta bir urg'u berdi. Xususan 2017-2025 yil davlat dasturi asosida viloyatimizga 2 trillion 200 milliard so'm mablag' ajratildi.
Buning natijasida 355 ta ichimlik suv inshooti, 13 ta oqova inshooti barpo etildi. 2400 kilometrga ichimlik suv tarmog'i, 260 kilometr oqova suv tarmog'i barpo etildi. Zarafshon daryosidan suvni olib kelib, ma'lum bir qismini tozalab, ana shu aholiga yetkazib berish choralari ko'rildi. Hozirgi aytadigan bo'lsak, agar 600 mingdan ziyod aholi ana shu toza suvdan bahramand bo'lib turibdi. Albatta, bu bebaho ne'matni biz asrab avvalashimiz kerak. Surxondaryo viloyati aholisini To'palang suv omboridan ichimlik suvi bilan ta'minlash loyihasi doirasida Termiz shahriga qadar tarmoq tortib kelindi. Yil yakuniga qadar Sherobod, Muzrabot, Angor va Jarqo'rg'on tumanlariga ham sifatli ichimlik suvi yetkazib berish belgilab berilganligi ayni muddao bo'ldi. O'zim Termiz shahrida tug'ilib voyaga yetgan fuqaro sifatida bolaligimni eslayman. Ichimlik suvi hattoki tomorqalarni sug'orishga yaroq edi, qattiq suv edi. Bugungi kunda esa To'palang suv omboridan yetkazib berilayotgan suvlar o'zini shaffofligi bilan, tozaligi bilan, inson salomatligi uchun foydaliligi bilan hamda minerallarga boyligi bilan ahamiyatlidir. Bu oddiy quvur tortish yoki suv yetkazib berish emas, balki vohaning kelajagi, aholi salomatligi va turmush farovonligi uchun amalga oshirilayotgan strategik ahamiyatga ega loyihadir. Farmonga binoan 2027-yil 1-yanvardan boshlab respublika ijro etuvchi hokimiyat organlari va xo'jalik birlashmalari rahbarlari va ularning o'rinbosarlari faoliyatining eng muhim samaradorlik ko'rsatkichlariga ichimlik suvini tejash va hududiy suv ta'minoti korxonalariga masofadan ma'lumot uzatuvchi zamonaviy suv hisoblagichlar o'rnatganlik mezonlari kiritiladi. Farmonda sohani raqamlashtirishga ham katta e'tibor qaratilgan. Xususan viloyatimizda 2026-yil, 2028-yillar davomida 294 ta suv inshootlari va 95 ta magistral tarmoqlarni ulanish nuqtalariga zamonaviy suv hisoblagichlari o'rnatiladi. Bu esa suv yo'qotishlarini qisqartirish, hisob-kitoblarni aniqligini ta'minlash, resurslarni tejash va shaffoflikni oshirishga xizmat qiladi. Shuningdek, viloyatimizda 2026-yil, 2027-yillar davomida 127 ta byudjet tashkilotlariga masofadan ma'lumot uzatuvchi zamonaviy suv hisoblagichlari o'rnatiladi. Farmonning yana bir muhim jihati sohada boshqaruv tizimini takomillashtirishdir. Jumladan, ishlab chiqarish va ekspluatatsiya jarayonlarini samarali boshqarish tizimi yo'lga qo'yilmoqda. Farmonga binoan 2027-2028 o'quv yilidan boshlab oliy ma'lumotli kadrlar tayyorlashga ixtisoslashgan alohida fakultet tashkil etiladi. Mazkur hujjat bilan yuqori malakali kadrlarni tayyorlash bo'yicha alohida vazifalar belgilab berildi. Ushbu tashkil etilayotgan fakultetda o'quv jarayoni to'liq dual ta'lim tizimi shaklida amalga oshiriladi va bu ikki qismdan iborat bo'ladi. Dastlab fan dasturlari, fan modullari qayta tahrirdan o'tkazib, xalqaro standartlarga muvofiqlashtiriladi va ikkinchi navbatda aynan ishlab chiqarish bilan uyg'unlashgan holatda o'quv jarayoni tashkil etiladi va 1 yillik amaliyot tizimi joriy etiladi. Mazkur amaliyot jarayonida aksionerlik jamiyatning eng yetakchi mutaxassislari har 10 nafar talabaga bitta mentor tayinlanadi. Bu mentorlarning asosiy vazifasi talabalarni o'qishga qabul qilgandan to bitiruv oldi amaliyoti, bitiruv malakaviy ishini tayyorlab himoya qilgungacha bo'lgan jarayonda kuzatuv va rahbarlik vazifasini bajarib boradi. Ikkinchi qismi, demak, bu fakultetning faoliyati davomida universitetdagi olimlarni sohadagi mavjud muammolarni o'rganish, mana shu muammolar bankini yaratish, bu muammolarning yechimiga qaratilgan asosiy g'oyalar keyinchalik loyihaga, loyihalar innovatsiyaga, innovatsiyalar startap loyihalar va startaplar bilan hammasi birlashib mega loyihalar shakllantiriladi. Farmonga ko'ra 2027-yil 1-aprelga qadar yirik suv inshootlari, magistral tarmoqlar va suv taqsimlash inshootlarini o'z ichiga oluvchi magistral suv ta'minoti aksiyadorlik jamiyati va uning hududiy bo'limlari tashkil etiladi. Bunda ichimlik suvini ishlab chiqarish va iste'molchiga yetkazib berish funksiyalari ikkiga ajratiladi. Ushbu mutlaqo yangi boshqaruv tizimi yo'lga qo'yilishi natijasida aholiga xizmat ko'rsatish sifati oshadi, suv yo'qotishlarini kamaytirishga erishiladi.
Qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi vazirligi, iqtisodiyot va moliya vazirligi hamda o'z suv ta'minot aksiyadorlik jamiyati bilan birgalikda 2026-yil yakuniga qadar ichimlik suv ta'minoti va oqova suv xizmatlarini yaxshilashning 2030-yilgacha mo'ljallangan strategiyasini ishlab chiqadi. Farmonda sohani 2030-yilgacha rivojlantirish strategiyasini ishlab chiqish bilan bog'liq vazifalar yuklatildi. Mazkur hujjatni biz yil oxirigacha tayyorlab turib, yana davlat rahbariga kiritamiz. Bu hujjatning asosiy maqsadlaridan biri shu aholini suv ta'minotini yaxshilash, sohaga investitsiyalarni jalb etishni kengaytirish, raqamlashtirish, shu bilan bir qatorda sun'iy intellektni sohada rivojlantirish bilan bog'liq ishlar ham amalga oshiriladi. Mazkur farmon ichimlik suv ta'minoti va oqova suv xizmatlarining sifatini oshirish, mavjud infratuzilmani modernizatsiya qilish, suv va energiya resurslaridan tejamkor foydalanish hamda sohaga zamonaviy boshqaruv usullarini keng joriy etishga xizmat qiladi. Eng muhimi, belgilangan vazifalarning izchil amalga oshirilishi, aholini toza ichimlik suvi bilan barqaror ta'minlash, hududlarning sanitariya va ekologik holatini yaxshilash, inson qadri va turmush farovonligini yuksaltirishga zamin yaratadi.